Случайно. Ikkinchisi уже ketdi-da. Erkak kishigami ayol kishi qarasa shunaqa. Faqat erkak kishi ayol kishiga emas, ayol kishi ham qaraydi-ku, "Voy, mani bolam qara" deydi. Или boshqa narsa xayoldan nimadir o'tadi. O'sha narsa gunoh-da. Xullas, shu yerdan baxtingizni toping. Baxtimni topaman, qayerdan bo'lsa ham. Baxtni siz emas, Alloh beradi. Iltimos. Insonni qalbini tub-tubida bo'ladi baxt. Lekin biz insonlardan qidiramiz baxtni ko'rinishda. Aysi baxtingizmi? Qarang-a. Uni buni qo'ying, qachonga soch chizib yuborasiz. Sochimni yuborsam uylanasizmi desam. So'z nechta bola gunohga botiryapsiz. Menga hozir yomon ko'z bilan qarayapsizmi? Qaysi so'radi sochim? Menga hozir yomon ko'z bilan qarayapsiz. Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Umid aytmadim. Hozir hamma sizga yaxshi ko'z bilan qarayapti. Hozir hamma sizga yaxshi ko'z bilan qarayapti. Qanaqa ko'z bilan qarashingizni bilmadim-ku-ya. Hammani ham uyda ahli ayoli bor. Mahramlari bor, boshqasi bor. Bilmadim-ku-ya. Qiyomat yaqin deb kim aytdi? Da. Может, sizlarda ham bor u narsani belgisi, faqat bizlarni aybimizni ko'rib emas, o'zinglarni ham bunday yoqinglarni hidlab gapiringlar, iltimos. Kimnidir gapirishdan oldin unga yaxshilab qarang. Tavbasidan xabaringiz bo'lsin o'sha insonni. Ertaga gunohlarini o'zini bo'yningizga olib qolmang, yaxshi inson. Men bitta ko'z. Qaradik. Assalomu alaykum. Siz o'zingizni ko'z qilyapsiz. Qaramang endi, ko'z qilayotgan bo'lsam. Qaramay o'tiring, ko'zni yumib o'tiring. Ko'zni ko'rmasin. Alaykum assalom. Men hijob kiygan qizni ko'rsangiz savol javob qilinglar kelib qoladi. Hay, assalomu alaykum. Qaramay bo'lmaydi. Men tushuntiryapti-ku, efirga o'tinglar. Sizga rahmim kelyapti. Meni ham sizga rahmim kelyapti. Achinarli holatda rosa. Rosa gap siri bo'lmasa Bahora. Rosa qora brilliant bo'lib ketding. Aytmak bigadagi eng aqlli, chiroyli, iboli, hayoli qizni taniysizmi? Efirdan nima foyda? Zerikib kirdim desam 5-marta aytibman. Men chiqib ketganman, men yo'q odamman bego'da. Iltimos. Iltimos. Muslima qizlardan musulmon bola dunyoga keladi, inshaalloh. Ketib qolma. Yo'q-a. Sizlarga o'xshagan, sizlarga demak, uzurim, men bu qani Nurali Kenjayev sizga o'xshagan ayol kishini chaynab, bunaqa qilib o'tiradigan bola bilmadim qanaqa. Sizni xodinizdan tug'ilmasdi, boshqadan tug'ilmasdi kerak. Sayfiringa kiraman. Ko'chlardan chiqanaqa. Men o'zim uchun javob beraman, boshqalarni bilmayman.
вообще ko'zlari bitta odamda qancha boring ey. Aytyapman-ku, boshqalar haqida man вообще-то boshqalarni nimadirni o'ylab, nimadir qiladigan o'zimni gunohim o'zimga yetadi. O'zimni tavbam boshqasi hamma narsam o'zim bilan o'zimman. Boshqalarnikini men qayg'uraman. O'zi uchun o'zi javob beradi. Ertaga mani kafanimga siznikiga men urolmayman. Men bu burun nafas olish uchun berilgan. Boshqalar hayotiga tiqib hidlash uchun emas. Aytdim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sababchi bo'lib qolyapsiz seni. Boring, chiqib keting, men sizni majburlab o'tiribmanmi? Keling, Bigoga kiring, mana buncha qizni ko'ring, mana buncha qizni qarang, mana bunaqa qilyapti, mana shularga yozing deb. Siz nima gunoh qilgansiz? Parvardigorda bekor aytilmagan. Sher kutadi uyda. Sen meni kutib turgan xo'p. Yo'q qiling raqibni umriga bir o'zicha hamma dona ko'rsatadi, tili soxta so'zlaydi, qalbi esa hirt-pashshahona. Aytyapman-ku, meni birov bilan ishim yo'q. Real hayotdayam, men bu yerdayam. Короче, menga tegmaguncha men tegmayman hech kimga. Birov bilan ishim ham yo'q. Sizga qarab turib yaxshi ko'rib qolyapman. Qaramay turing unda. Shu sempak. Kim bu shir? Kim bola? Ko'zqon. Hayot har doim bir tekisda ketavermaydi. Hozir kitob o'qisangiz bo'lmaydimi? Xo'p. Qaysi kitobni o'qiysiz? Qaysi kitobni maslahat berasiz? Qaysi chiroyli? Yaxshi, rahmat, alhamdulillah, o'zi yaxshimiz. Qaysi kitobni maslahat berasiz? O'zingiz o'qigan kitoblardan ayting. Qur'on. Tugatdim. Alhamdulillah, yaxshi qiz bo'lgansiz, Bigoda nima bor? Shunda aytmang, yomon qizdirmanda shu. Qandirg'och qanoti degan kitob. Nimalar qo'rg'oni? Nimalar qo'rg'oni? To'g'ri yozing, nurlar. Qalbim daryo emas, umuman turib tubiga cho'kib ketasiz. Yaxshi, rahmat, yaxshi bo'ling. Shetda hozir chiroyli ma'ruza qilib qo'yasiz shekilli. Duolar qo'rg'on. Yo'q, menga duolar kitobim ko'p bunaqa. Duolar tarjimasi, ismi azam bor. Duolar tarjimasi bor. Unaqa emas. Shayximizning kitoblaridan, ili G'azzoliyning kitoblaridan ayting birortasini, o'shandan tavsiya bering. O'shalar yaxshi ko'raman. Odammisiz? Yo, kukla. Bitta motiv bering. Boya aytdim. O'sha. Odobli qiz ekansizlar. Qarang. Qani bitta duo qilib qo'ying, hamma chiqib ketsin. Ayting. Payg'ambarimiz hayoti haqidagi kitob, Tarixi Muhammadiy. Qisasul Anbiyo val Mursalin. O'qinglar shu kitoblarni. Bir anadan dunyoga kelgan yo'lchi. Madiyobda. Allah. Qarar ko'payib ketyapti, e'tibor qilmaysiz. Voy, bittasi hojona bo'lib ketdilarmi?
Men oldin o'sha vedущийlik qilgan paytlarimdachi negativlar вообще kam bo'lardi-da. Endi olib boraman hojiga. Ano nimadirdi? Bilmadim, g'alati bo'lib qolibdi. Bizga yarashmayapti. Nima? Nima? Nima yarashmayapti? Shu вообще-то boshqacha edi-da. İnsonlar ahil, inoq, bir-birini to'g'ri tushungan bir narsalarda hozir bilmayman nima bo'libdi. Shuni ochdim deguncha, kim bu bola, kim bu qiz bo'lib yotibdi. Internetda nima izlab kirasiz, yaxshi odamlarnimi? Aytdim-ku. Nima chiqib ketgan bo'lgan, shuncha sizga qarshi gaplarni qanday ko'tarasiz? Siz ko'p narsalarni bilasiz. Nimani masalan? Ya Abdullah.